Hammaga akalar hormanglar mana. Navesimiz 44 metrga 20 metr joyimiz. Aloqada joylashgan Shayxontohur tumani aloqa. Xo'p, joyimizga umuman gulxo'y bu joylar. Gulxo'y deganim sababi umuman kran kirmaydi. O'shaning hisobiga biz stoykalar qo'yilgan. O'zi oldindan stoyka qo'yish rejalashtirib ketgan ekan stoykalarimiz. Betga o'zlari planka qo'yib ketgan. Suxoy stachkani yorib turib, plankasiga stoykalar o'rnatib ketildi. Akalar, firma to'qildi, joy-joyiga o'rnatildi. 3 ga bo'lib to'qiganmiz firmani 660 santimetrdan. Hop. Oralari 4 metrdan tashlangan. Kraskalab joylarga uстановка qilganmiz. Akalar, xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tom deysizlarmi, Naves deysizlarmi? YouTube'da yangi ochdik, xudo xolasa ishlarimizni qo'yib boramiz. O'zbekiston bo'ylab yasab berishimiz, joyga borib o'rnatib berishimiz hammasi ichida. Profildan, ugonlikdan yasab beraveramiz, xudo xolasa. Shu materiallarni olib berasizlar. Xizmat haqini berasizlar. Biz xizmat haqini o'ziga, materiallarni o'zlang hamma narsasini olib berasizlar. Xudo xolasa chiroylab yasab beramiz. Hop, davlat standartlariga to'g'ri keladigan svarkalarda umuman ayb yo'q. Xudo xolasa razryadlar bor. Muammosi yo'q. Dom deysizlarmi? Inshoot deysizlarmi? Hammasiga qilib berilaveradi akalarim. Ustalarimiz hammasi qo'ldan keladigan professional bolalar. Bunaqa o'zimiz ham o'sha yerda ishlaymiz birga. Bolalarni tashab qo'yib ketaveradigan odatimiz yo'q. Hozir mana shunaqa bo'lib ketdi. Narxlar surishtirib olaverasizlar, xudo xolasa. Eng arzon narxlarda, nimaga desalang, biz tepamizda 10%, 20% oladigan odam yo'q. Shuni hisobiga akalar, bizda arzon. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar yozib qo'yamiz.